Assalomu alaykum. Sizlarga Mo'tabar brendidan yangi un navini taqdim etamiz. Qadimgi nav uni bug'doy donining foydali qismlaridan ajratmagan holda maydalangan un. Qadimgi nav uni kraxmal, kletchatka, oqsil, aminokislotalar, vitaminlar A, B, E, P va mikroelementlar kalsiy, fosfor, temir, kaliy, magniy, rux va selenga boydir. Qadimgi nav unidan barcha turdagi nonlar, bulochkalar, konditerlik mahsulotlari va xamirli taomlar tayyorlashingiz mumkin. Asosiysi, to'yimlilik darajasi boshqa bug'doy uni navlariga nisbatan 4 baravar yuqoridir.